Jizzax shahrida Jizzax tibbiyot klasteriga kelyapmiz. Sabab 80 yoshni qarshi olgan hojijonamiz hozir shifoxonada davolanyapti. Yosh ham o'z kuchini ko'rsatyapti. Shuning uchun mana shu tibbiyot klasterida sharoitlarni tanishtiramiz. Mana tibbiyot klasteri Shavkat Miromonovichning islohotlari mevasi desak ham juda yaxshi bo'ladi, odil bo'ladi. Shifoxona Ozoda, Sarishta va 6-7 qavatdan iborat ekan. Barcha qavatlarda bo'limlar joylashgan. Uchun kasallar qabul qilish quvvati nihoyatda yuqori, sababi 7 etaj. Shuning uchun 3-qavat urologiya travmatologiya bo'limiga kelganmiz. Tibbiyot klasteri Saramjon, Sarishta, Ozoda palatalar sharoitlar nihoyatda yaxshi. Shuning uchun mana hojijonam 80 ga kirib hojijonamiz Jizzax tibbiyot klasterida davolanyapti. Sharoitlar qanday ekan hojijona? Yaxshi. Ukoldorlar foydasini bildingizmi? Ha, bildim. Mana bu yoqda sovuq shamol chiqib turibgan muzday. Mana ko'ringizlar, sharoitlar yaxshi ta'mirlangan. Yonida mana qarovchi uchun ham joy olingan. Buni hammasi islohotlar kimligida bo'laysiz hojijona bunday qurilish juda katta qurilishlarni. Prezidentimiz ham rahmat. Shuni qurganlardan ota bo'lsa rahmat. Onsan tuhma qurilmaydi bu narsalar. Ana bu ko'rdingizmi, mana bu jihozlar hammasi nihoyatda chiroyli chetil karovatlari. Bularga qarab, mozda havo berib o'tibdi. Yaxshi ta'mirlangan. Doktorlar qanday qarayapti, doktorlar? Doktorlar ham toza yaxshi ekan. Vaqtida ukalni qo'yadi, kelib tekshirib. Zo'r. Ishlar qaytdimi oyoqlarda, qo'llardagi? Ishlar qaytdi. Qo'llarim ishib ketgan ekanda. Necha kunda qaytdi endi? Bitmiş bitken. Necha kunda qaytdi? 3 kun 4 kundami? Bugün 4-kun bo'ldi-da. 4-kunda qaytdi. Shuni osh-ovqatlari qanday ekan? Osh-ovqati ham yaxshi, vaqtida beradi. Men rahmat. Hatta bo'lsa men rahmat. Bolam ansatma bu kunani qo'shib bo'lmaydi. Ozgina mamlak ketganman bugun. Ozgina mehnat ketganman. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichning Jizzax viloyat tashriflarida va Jizzax viloyat hokimi Ulug'bek Mo'minovichning tashabbuslari bilan mana shunday joylar 7 qavatli butun Jizzax tibbiyot klasteri tashkil etilgan. Mana shuning uchun salqin, shinam, nihoyatda bir ozoda joylarda mana bemorlarimiz, mana hojijonamiz ham davolanyapti. Mana qo'llari, oyoqlari shishgan ekan, mana ko'zlarda eshitdilaringiz. 3 kun 4 kunda qaytdi deyapti. Qo'ldorlar ham o'zlaridan beryaptimi? Bizi beribdi, ukol qilyapti, osmokol qo'yadi. Yana bir balo ukollar qiladi. Uzullarchi, tekshiruvlar. Tekshiruvlar ham yaxshi, har kuni kelib davlani o'lchaydi, bir sepalalar. Mana toza, pokiza, mana Ma'nisini bilib bermayman, darilardan. Hammasi toza, ozoda, mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Shu yoshlarga bu dari yemagan men ko'lamaganman. Endi Xudoning anasi xayirlikman shu oldim endi. Ko'lab dari yeb ona kuzatibman endi. Shifosini bersin. Do'stlarim, vatandoshlarim, hojijonamiz Forish tumani Garasha yuqorisi Xo'roq qishlog'ida yashaydi. Yoshi 80 yoshdan muborak 80 yoshga qarshi olganlar. Hojijonamiz yoshligida 27 yoshida 5 o'g'il, 1 qiz bilan bu beva qolgan qishloqda butun mehnat, qora mehnat, ketmon chopgan, qo'ylar boqqan. Ketmonlarni chopganmisiz? Taktikum chopgan. Tak chopganmiz, o't o'rganmiz, malva qaraganmiz bola. Shuning
uchun shuncha mehnatlar, lekin shu paytgacha biron marta ukoldor olmaganman deyapti. Lekin mana o'zi yosh ham, bu yog'i keyin yoshlikdagi mehnatlar o'z qanaqasi ko'rsatyapti. Mana biroz yuragida ozroq qo'llari shishib bor edi. Mana 4-kun yana bir hafta yotsangiz otday bo'lib ketsangiz kerak xo'jana. Xudo xolasa. Bir hafta yotsangiz otday bo'lib motorlari kapital ta'mirdan chiqarib qishlog'ingizga uchasizmi keyin? Qishlog'ingizga ketasizmi? Ko'raman-da. Ya qishlog'imga ketaman, ya Sanatoriyaga borasizmi? anaqa cho'g'ir boraman, o'qtamdagi cho'g'ir. Unaga qaytaman. Shuning uchun Arnasoy tumanida katta farzand O'ktam akamnikiga boraman deyapti. Hojani endi bir motorini kapital ta'mirlab olsa, keyin qayoqqa qarab o'tirsa arziydi, hozir yurish mumkin emas, ko'p yurish mumkin emas. Shunday bo'lsa ham, hozir doktorlar yurmang desa ham birinchi qavat tushaman, aylanaman deyapti-kan. Shuning sababi tog'da qishloqda yurgan odam bu yerda zerikayapti-kan. Vrachlar esa yurmang, yoting desa ham ko'nmayapti-kan. Shunday mana ko'ringizlar, hojanamiz muborak 80 yoshda qarshi olgan. Mana duo qilingizlar, do'stlarim, vatandoshlarim, hojanamiz hali 90-100lardan oshib ketaman deyapti. Hali niyatlari ko'p. Nabira, chubara, evaralarni hali sonini sanay olmay. Shunda kessin. Eng asosiysi do'stlarim, vatandoshlarim, hojanamiz sababchi. Mana yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning islohotlarini Jizzax viloyati, Jizzax shahridagi mana sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlari, Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Mavlonovning mana qilayotgan mehnatlari, mana shu sog'liqni saqlash tizimidagi bu mansab egalarining shunday qilgan qurilishlari, islohotlari oqibatida mana shunday hojanamiz chinam, toza, pokiza joylarda sog'liqlarini tiklab, davolanib, bu yurtboshimizga, viloyat hokimlarimizga rahmatingiz bo'lsa ayting mana, doktorlaringizga. Yurtboshimizga, rahbarlarga, doktorlarga men rahmat, ota-bobosiga men rahmat. Shuncha xizmatlar qildi, men rahmat. 7 qavat ekan bu bino, 7 qavat, 7 qavat. 7 etaj ekan bu. 7 etajmi? 7 etaj ekan. Men 3-etaj. 3-qavatda yotibsiz. Rahmatlaringiz bo'lsa ayting mana prezidentimizga. Prezidentimizga ham men rahmat. Shu binolar qurganlarga ham ota-bobosiga men rahmat. Ovqat yeb ana qilganda duoyi fatiha qilyapman. Rahmatlar aytyapman ayni qurganlarning aytgan savoqlarini. Mana sizga sovg'a bergan Ulug'bek viloyat hokimi Ulug'bek Mavlonovich o'g'il farzandingizga ham amin bo'lsin, bari sog' bo'lsin. Allohim eson-omon o'ynab kulib yursin. Shuning uchun mana Allohning huzur-halovatini ko'rib yursin. Ulug'bek Mavlonovich mana shaxsan sizga ham mana hojanamiz duolarini aytayapti. Shuning uchun hammangizga, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hojanamiz orqali mana Xudoy sog'ayib ketsa, undan keyin ham duoda bo'lasizlar. Shuning uchun bu ishlarni bosh turgan barcha yurtboshimiz boshchiligidagi viloyat hokimimiz, sog'liqni saqlash tizimida qurganlar barchalaringizga hojanamdan bir o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Allohim ijobat bo'lsin duolar. Rasman o'qib qo'yaman.